Shohrux qani? Duh etmadi. Kimsani? Marsh maktabi tapishkasimi? Lo'qlarni g'irt lo'qima. Chort, bor narroqda o'yna. Bekor chort deyiladi. Mani lo'q deyishadi. Chort bu ruscha so'z-da. Mayli, nima qilamiz? Urishamizmi? Sani qo'lingdan keladi urish. Menga qara. Nima ularga o'zing tapchikaman deding? Ha endi bizani maktab qayoqdagi tapchikasi bularni urib qo'yibdi degan gap tarqalsin dedim-da. Nima qilsamikin, nima qilsamikin, nima qilsam? Mayli. Tinchlikmi? Nima o'qima qos? Keling, mendan dumaloq video so'rayapti. Maktabda отчет bering deyapti. Men maktabda emasman-ku, ko'chadaman-ku. Qanaqa qilib endi chiqib ketaman bu chiqibman. Shu ham muammo ustoz. Instagramdagi liboy videoni oling, silkasini yuboring. Ana, mana 1 sekundda chiqarib beradi, ko'ryapsizmi? Uy dali. Round deb yozsangiz dumaloq video ham qilib beradi. Ana, tashladim. Voy! Dumaloq mani videoyim. Ko'rdingizmi, uni sun'iy intellekt ham qila olmaydi. To'xta. Saved Insta bot, mana 600 mingtadan oshiq obunachisi bor. Faqat shunga ishoning, qolganlari fake aka. Qayerdan kelyapsan sen o'zi? Tushganlar? Ha, shishkamsangacha non, tuz, osh, non olib kelmaydi. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'shaning uchun darsga o'qigan. Lekin ikkita uchtasini. Nima meni chaqirmadilar? Siz urushasizmi? Yo'q. Ajrataman. Jinni bor darsingga. Anchadan beri sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh. Sevganingiz bormi? Bor edi. Ismi nima edi? Parvina. Hali ham sevasizmi uni? Ellerimden ellerini çek canım soyut beni. Deseler sevgi yoktur, göster sübut beni, etme şahit.